Probirkadan go'sht. Bu endi kelajak emas, hozirning o'zida bor. Hayvonlarni o'ldirishsiz, fermalarsiz, antibiotiksiz. Hayvondan faqat bitta hujayra olinadi va u oziqli muhitda o'stiriladi. Natijada haqiqiy go'sht. Ha, bu kotlet emas, bu ilm-fan mo'jizasi. Ko'rinishi go'sht, ta'mi ham go'sht, lekin hech bir jonivor azob chekmagan. Va eng qizig'i, sigirsiz sut. Maxsus qamirturishlar sigir sutini oqsilini yaratadi. Undan yogurt, pishloq, muzqaymoq va hatto kapuchino ko'pigi ham tayyor bo'ladi. Ta'mi aniq, asl kabi, faqat laktozsiz va etik jihatdan toza. AQSh, Singapur, Isroil bunday ovqatlarni allaqachon yeyishmoqda. Kam chiqim, kam zarar, ko'proq rahm. Bu trend emas, bu yangi hayot tarzi. Kim bilsin, balkim siz ham allaqachon yeb ko'rgandirsiz. Endi savol, bunday yangi hayot tarzida yashagan bo'larmidingiz yoki hozirgi hayot tarzi undanda yaxshimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.